Uzun PHP dersi 21. qism PHP elxat yo'llash. PHP'dagi mail funksiyasi. PHP'da tek kod orqali bevosita elxat yo'llash iqtidorini amalga oshirg'ili bo'ldi. Bu mail funksiyasi dal mush iqtidor uchun qo'llanildi. Buningki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana elxat qabul qiluvchi, elxat mavzusi, elxat mazmuni qatorliq uchurlar cho'qim kirgizgan uchurlar hisoblandi. Anadan keyin mana qo'shimcha mavzu, bu mana from cc bcc qatorliqlarni o'ziga oldi. Ana keyin parametr qiymatlari, mana elxat yo'llash programmasi uchun boshqa sonli uchurlarni belgilash ishlatildi. Men keyingi ikkisini tanlab to'shqizishga bo'ldim. Oldidagi uchini cho'qim to'shqizgan uchurlar. Men ilgili misol qaraydigan bo'lsak, bu misolda masalan mana email, ondan keyin mana masalan email adresi, ondan keyin mavzusi, ondan keyin mazmuni qatorliq mana uchurlarni bu yerga kirgizib, bu yerdagi mana form qiymat orqali mana bu mail form php degan hujjatga yo'llab berib, mushkul holatda masalan bu yerga adres, bu yerga mazmun qatorliqlarni qilib yo'llasak, bu yerda bir elxat yo'llash programmasini ijro qilgan bo'lamiz.